Assalomu alaykum hurmatli ahli Instagram. Hozir Samkoshda 4 qavatlik binoni 1-qavatda vasha dahshat narsa 6 metrlik balkon bilan mana shunaqangi zahada jivi hamma buyumlari bilan berib yuboraman deyaptilar. Mana shu kattagina zal bo'ladi. Mana bu balkoni bo'ladi. 6 metrlik balkonni ikkiga bo'lib, bittasini zalga qo'shganlar. Ukrainskiy pechka ham turibdi. Bez glukhoy polnotseniy har bitta xonasiga trezasi bor. Mana shu glavniy eshikdan shunday kiraverishda mana shu yerga prixoshka bo'ladi, garderob zona qilsa bo'ladi. Chap qo'limizda bitta kattalar uchun yotoqxona, mana shu mebel hamma narsasi bilan birga deyaptilar. Termo zona turibdi bu yerga. Mana bu bolalarimiz uchun yotoqxona, divanchalari turibdi, kattagina televizor, mana shu yerga yana o'zini agarodchasi ham bor ekan, palchasi ham bor ekan. 3 ta xona bo'lyapti. Mana shu esa kladovkasi bo'ladi. Bularni kadastrida o'zi 60-70 kvadrat yoziladi, lekin bular 80 kvadratdan ziyod. Mana shu kuxunni kattagina xolodilnik, stralniy mashina, mebellari bilan o'tirib yeydigan joyi va mana bu yerga qo'shimcha mana balkon, 6 metrlik balkonni yarimni zalga qo'shgan, yarimi mana shu yerga gaz plita, hamma narsasi bor. Agar kimga qiziq bo'lsa, men pastda nomer qoldiraman, srochini aloqaga chiqinglar. Narxi esa 63 ming. Ozgina savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasiz.